Aziz, kelyapsanmi? Biza Botir chiqoshdamiz. Kelarsan tezroq. Bo'pti. Mana oshinglar tayyor bo'ldi. Kamchilik yo'qmi? Qani. Osham keldi. Sog' bo'linglar. Osh bo'lsin, kamchilik yo'qmi? Rahmat, katta. Sog' bo'linglar, yaxshi o'tiring. Qani olinglar, so'rang. Assalomu alaykum. Men siz boshlab yuboribsanlar-da. Yana Aziz o'zi ham keldi, o'rtoq, bo'la qol, endi boshlaydik. Keyin so'rashamiz, o'rtoq. Osh so'masin, olinglar. Dacha masalasi nima bo'ldi? Yo'q, o'rtoq yaxshi eslatding. Va dachanichi zo'rini gaplashib qo'yganman. Computer PlayStation bormi? Sauna bilardi ham bo'lsin ichida. Topgan dachangni maqtab yotibsan, rasm-pasmi bormi? Yana ishni o'rtoq, ko'rasanlarmi? Mana. Aziz, sani dachangga o'xsharkanmi? Hamta ko'rish. Men dachami? Faqat bu eski rasmida, hozir remont berib qo'yganman buni. Men tushunmadim. Zakilat tashab qo'yganman uni. Obbo. Hozircha men telefon qilib o'zim gaplashay bir. Shoshmay turgin o'rtoq. Baba san telefoningni ko'tarmaydi. Nomerini bergin, o'zim qilaman. Alo, eshitaman, kim bu? Assalomu alaykum. Dacha masalasi bo'yicha telefon qilyapman. Hop, okey. Narx-navolar necha pul bo'pti? Qachonga ekan? Shu haftaning oxiriga. Okey, dachi $400 bo'pti. Faqat oldindan $100 zakat tashlab berasiz. Bu menga qara, qanaqa $100? Bu meni dacham. Kimsan sen?